misol olaylik, biza ifta period kelganda, ifta quarter 3 oylik quarterda keladi. O'sha kelganda biza iftaga soliq to'lashimiz kerak. Fuel tax to'lashimiz kerak. To'layotganda summamiz kelib chiqadi. Условно desak, biza $600 to'lashimiz kerak bo'lsa agar, $600 biza har gal fuel purchase qilganimizda, mana misol uchun birinchisida $28.70 to'ladik, keyin yana boshqa zapravka qildik, bu yoqdan yana ifta depozit o'tkazdik. O'sha qayerda zapravka qilgan bo'lsak, o'sha shtatda fuel tax price-ga ko'ra ifta depozitga purchase qilgan fuelimizni galoniga ko'paytirganda depozit to'lab bordik. O'sha depozitimiz yig'ilib, misol bizda $400 bo'ldi. Endi biz iftaga $600 to'lashimiz kerak edi, lekin depozitimiz bor edi, $400 depozit yig'ib qo'ygandik 3 oy davomida. O'sha 400 ayirsak, biz iftaga summarniyda yana $200 to'lab berishimiz kerak. Ya'ni fuel tax bor-ku o'zi ifta taxlar. Qancha fuel consume qilganimizga va qaysi shtatda consume qilganimizga qarab belgilanadi-da, summasi kelib chiqadi. Va biza ifta depozitga ajratib qo'ygan summamiz 3 oy davomida har gal fuel purchase qilganimizda o'sha summamiz iftani summasidan ayriladi-da, o'rtadagi razlitsasi to'lab beriladi. Endi bu $600 qanaqa qilib hisoblanadi? Mana shu narsani